Er tashlab ketishi mumkin. Qarindoshlaring, yaqinlaring sendan yuz o'girib ketishi mumkin. Farzandlaring ulg'ayib, o'z maqsadlari, orzulari tomon uchib ketishi mumkin. Ayrimlari neblagodarniy bo'lishi mumkin. Faqatgina kasbim menga sodiq qoldi. Aynan kasbim tufayli ovozim va asl metodikalarim, shaxsiy ishlash uslubim orqali hattoki o'zga va begona yurtlarda mana shunday chiroyli tarzda rag'batlantirishlar olyapman. Hoy go'zal qiz. Hoy. Kasb tanlashda hech qachon adashma. Kasbingni mahkam ushla. Aynan kasbing seni butun dunyoga tanitib, butun dunyoga kerakli qilib, butun dunyoda aka-uka, opa-singil, qarindoshlaring, farzandlaring sonlari ko'p bo'ladi. Rahmat senga hayot.